Yuqoridagi tarzda savol javob bo'lib o'tgach, Alloh taolo farishtalarni Odam atoni hurmatlab, unga bosh egib sajda qilishlikka buyurdi. Bu sajda Allohga qilinadigan ibodat va sig'inishdagi sajdadan tamoman farqli edi. Chunki ibodatdagi sajda yolg'iz Allohning o'zigagina qilinur. Alloh taoloning amriga binoan barcha farishtalar Odam atoni hurmati uchun unga ta'zim bajo keltirib sajda qildilar. Ammo iblis alayhi la'na kibru havoga berilib sarkashlik qildi. Sajda qilishdan bosh tortdi. Alloh taolo barcha